qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Bir 1991-yil 25-avgustdan buyon faoliyat olib borayotgan Ichki ishlar vazirligi bu yil 29 yoshda. Hozirgi kunda mazkur idorada 80 mingdan ortiq xodimlar faoliyat olib bormoqda. Bugun 25-oktyabr ushbu fidoyilarning kasb bayramlari. Ayni damda esa xizmatda halok bo'lganlar mavzusida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Hozir studiyamizda Ichki ishlar vazirligi xodimlari va xizmat vaqtida halok bo'lganlarning yaqin oila a'zolari xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Avvalo sizlarni bugungi kasb bayramingiz bilan tabriklaymiz va jasorat medali sohiblari hisoblangan hamkasblaringizni ham birgalikda xotirlaymiz. Birinchi qahramonimiz 2000-yil 9-yanvar kuni qotillik, bosqinchilik jinoyatini sodir etib, qochib ketayotgan jinoyatchini qo'lga olish chog'ida jinoyatchi bilan bo'lgan olishuvda pichoqlanib, jarohat natijasida 29 yoshida vafot etgan qahramonimiz va agarda serjant hayot bo'lganida 50 yoshni qarshilar edi. Garchi erta vafot etgan bo'lsalarda ularning faoliyatlarini jasoratli 3 ayol, ya'ni ayollari va 2 qizlari faxr bilan davom ettirishmoqda. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Adashmasam qizlari siz-a? O'zingiz xohlaganmidingiz yoki otangiz sizni mana shu tizimda ishlashingizni xohlar edilarmi? Avvalambor assalomu alaykum. Dadam o'tib ketgan paytlari men 2 yashar qiz edim, 2 yashar kichkina bola edim. Endi ular to'g'risi hali esla olmaganman, chunki juda kichkina bo'lganman. Xizmat faoliyatlarini endi boshlagan paytlari vafot etganlar. Bu narsa bizga juda ham katta bir zarba bo'lgan. Aqlimni tanibmanki, mana shu adam ishlarini davom ettiraman. Mana shu boshlagan ishlarini oxiriga yetkazaman deb qo'ynimga tuyib qo'yganman. Niyat qilib qo'yganman. Xudoga shukr, mana yillar o'tdi. Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga o'qishga qabul qilindim. Kursant bo'lish sharafli nomiga muyassar bo'ldim. Shu Ichki ishlar vazirligi akademiyasini tamomladim. Hozirda xizmat olib borib, Shayxontohur tumanida xizmat olib boryapman. Mana Xudoga shukr, odamlarning yuzlarini yorug' qilish, ularning ishlarini davom ettirish, ruhlarini shod qilish nasib etdi deb o'ylayman bizga. Shu orqali. Oyingiz har kuni ishga ketayotganingizda ancha xavotir olsalar kerak. Albatta. Endi baribir qiyin. Odamlarning o'limlaridan keyin oyimlar ham juda stressga berilib qolganlar. Bu narsa, bu zarbadan keyin o'zlarini yig'ib olib, bizani mana shu oyoqqa turg'izishga o'zlarida kuch topa olganlar. Odamlar jasorat medali olgan bo'lsalar, qahramon dadam bo'lsalar, ikkinchi qahramon biz uchun oyimlar. Chunki yolg'iz ona bo'lsalar ham 2 ta qizni parvarishlab, katta qilib, mana shuncha shu darajaga yetkazganlar. Rahmat oyijon. Rahmat sizga, mana shunday ajoyib chiroyli, go'zal qizni tarbiyalabsiz. Men shu qizlarim bilan yolg'iz qolganimdan keyin nima qilishni bilmay qolganman, ancha stressda bo'lganmiz. Endi yolg'iz qoldim, ishlamayman. Maktab bitirganman xolos. 11-sinf bitirganimdan keyin men turmushga berib yuborishgan. O'qimaganman, ishlamayman, hech qayerda qanaqa qilib 2 ta bolam, farzandlarimni eplayman deb o'zim anaqaga tushib qolganman, shokka tushganman. Yo'q, shu farzandlarim uchun o'zimni qo'lga olishim kerak deb qaror qilib Toshkentga kelganman. Biz o'zi asli Qo'qonlimiz. Toshkentga kelib, "Meni ishga olinglar, shu xo'jayinimni ishini davom ettirish niyatim bor, 2 ta farzandimni oyoqqa turg'izaman. O'g'lim yo'q, shu o'g'lim yo'qligini davomchisi bo'lsin shu qizlarim, katta bo'lsa Xudo xolasa" deb o'zim ishga kirganman. Ichki ishlarga xizmatga qabul qilinganman. O'zim ham hozir 18 yildan oshdi. Toshkent mintaqasi temir yo'l transportida xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasida kanselyariya boshlig'i lavozimida ishlab kelaman. Shu qizlarimga doim aytaman, mana shu ish davomlaringda dadalaring yuzini yerga qaratmanglar. Masalan, ikkinchi qizim dadasi ishlagan joyda, Rudida ishlaydi, kanselyariya xizmatida. O'sha joyda san dadangni ko'rmagan bo'lsang ham, san dadangni ko'rgan insonlar ishlaydi. Hammani hurmat qilib, shirin so'z bo'lib, xushmuomala bo'lib ishlagin deb har doim uqtirib kelaman. Yo'q, yaxshi, hurmat yaxshi, obro'si bor ishda.
xizmat olib borishyapti hozir. Demak, tushunishimizcha Ulug'bek aka, hayot bo'lgan paytlarda siz hali bu tizimda ishlashni reja qilmagansiz. Yo'q. Undan keyin Uyda bu o'tirish. qaysidir ma'noda alam va mana shu sohaga bo'lgan qiziqish ortdimi shunda? O'zi formalarini ko'rib havas qilardim. Formalarini tayyorlashda anaqada havas qilardim. Forma yarashadi, chiroyli. Men ham kiysamu deb bir ko'nglimdan o'tkazardim. Endi uni iloji yo'q edi u paytda. Necha yil birga yashagansizlar? 2 yil 7 oy. 3 yilga to'lmagan. Yangi kelinchak qolgan ekansiz. Yangi kelinchak. 20 yoshimda shunaqa voqealar bo'lgan. Shu alamda bu farzandlarimni oyoqqa turg'izishim kerak deb shu anaqa jazm qilib kelib ishga kirganman. Adashmasam muxbirlarimiz uyingizga ham borishdi va bizga bir narsa bilan chiroyli intervyu, maqtovli intervyu bergansiz. E'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Kelaveringlar. Mana qo'limda hozir jasorat medali turibdi. Bu xo'jayinim vafotlaridan keyin ko'rsatgan jasoratlari uchun birinchi prezidentimiz tomonidan berilgan. Hozir men sizlarga qolganlarini ham ko'rsataman. Mana stolga hamma mana faxriy yorliqlar suratlarini qo'yganman. Bu stolga sig'mas edi agar hammasini qo'yganimizda. Biz turmush qurgan yilimiz xo'jayinim Ichki ishlar vazirligi akademiyasi sirtdan o'qirdilar. Diplomlari bitirganligi haqida. Ichki ishlar vazirligi akademiyasini bitirib hech qancha ishlamadilar. Jinoyat qidiruv bo'limi tezkor vakili lavozimida xizmat boshladilar. Mirobod tumani ichki ishlar bo'limida xizmatlarini boshlaganlardan 3 oy o'tib, shu jinoyatchini qo'lga olishda mardlarcha halok bo'ldilar. Ichki ishlar xodimlarining keng ko'lamdagi ishi bu demak jinoyatchilikni oldini olish, huquqbuzarlikni demak kamaytirish va tartibni saqlash. Pandemiya sharoitida ham kuzatdik, kecha kunduz ular tik oyoqda turishdi. Eng asosiysi tartib va mana shu demak kasallik tarqalishini oldini olish qaysidir ma'noda. Ammo shu borada ham ayrim aholi vakillari tanqid qilishdan to'xtashmaydi. Shunday fikrlar bildirishadi. Ularga qaratib siz nima degan bo'lardingiz? Sizlarni eshitmoqchimiz. Endi biz xalq uchun xizmat qildik. Mana shu birinchi maqsadimiz shu kasallikni oldini olish, tarqalmasligi. Maqsadimiz shu edi o'zi. Endi biz fuqarolarga qancha gapirmasak ham uyda o'tiringlar, bemaqsad yurmanglar, shu faqat shu dori, kerakli narsalarga chiqinglar degan maqsadda qancha targ'ibotlar o'tkazdik. Mana televizorlarda, radiolarda gapirdik. Shunga qaramasdan ham baribir fuqarolar chiqishdi. Har bir kasbda ham qaysidir ma'noda zerikish bo'ladi, charchoq bo'ladi. Sizda ancha bir bu faoliyatni olib borayotganlarda ancha-muncha mas'uliyat talab qilinadi. Hech bo'lganmi, boshqa kasbni tanlasam bo'lardi degan fikr? Yo'q, bu narsa bizda bo'lmagan. Aynan o'zimda bo'lmagan bunaqa. Chunki yigitlar-ku chidamli. Qizlarda bu vaziyat qanday? Avvalambor assalomu alaykum. Shu yig'ilgan ekanmiz. Hozirgi karantin paytidagi kommentariyalarda gap ochganingizga menga bir shu so'z aytib o'tmasam bo'lmaydi. Chunki har bir inson bor ekan, o'zining sog'lig'i uchun o'zi qaror ko'rish kerak, chunki uni sog'lig'i o'ziga kerak. Endi bizga yomon gaplar ham bo'ldi deb aytyapsiz. Chunki biz ichki ishlar xodimi bo'lgandan keyin, demak, davlat ichidagi har bir fuqaroni xavfsizligini ta'minlash bizning maqsadimiz, bizning burchimiz. Karantin paytida har bir qilingan ish avvalambor xodim o'zi uchun qilmaydi. Ular ham oddiy inson. Buni tushunib yetish kerak-da har bir xalq. Ular ham oddiy inson, forma kiyganda bu qasamyod ichgan shu vatanimizning osoyishtaligi uchun, uni tinchligi uchun o'zi ont ichib shu o'ziga kasb qilgan insonlar. Shunday ekan, hozir ular karantin paytida nafaqat karantindagi xavfsizlik, insonlar sog'lig'i. Mana hozir xabaringlar bor, har bir xavfsizlik nimasi bo'yicha kasalxonalar ochilgan. Bizda ham mana badiiy gimnastikasi Yunusobodda kasalxona ochilgan. Minglab kasallarni davolashgan. U yerda nafaqat ko'chadagi xodimlar, gospitalda ishlaydigan harbiy xodimlar tun-u kun xizmat olib boryapti. Shu fuqarolarimizning sog'lig'i uchun.
ular xizmat burchini vazifasini bajarishyapti. Ichki ishlar tizimida gender tengligi qanaqa? Masalan, yigitlar qiyinroq ishni qilishadi, qizlarga sal yumshoqroq, avaylab, asrab, ehtiyot qilishadimi yoki bir xil xizmat bo'ladimi? Yo'q, nisbatan to'g'ri. Ayollarga nisbatan sal yumshoqroq nima deydi, vaziyat muomala bor. Lekin biz o'zimiz ham shu kasb tanlagan ekanmiz. Bu nima deydi, yumshoqlikdan juda ham foydalanmaymiz, chunki bilamiz, ish bo'lgandan keyin uni mas'uliyat bilan bajarish kerak. Mana sizni kasb majburiyatlaringiz nima? Mana bizda axborot xizmatida ishlayman. Aynan ommaviy axborot vositalari bilan ishlangandan keyin kuniga yuzlab murojaatlar tushadi. Shunaqa ishlashimiz kerakki, aholi tomonidan, mana bloger, jurnalistlar tomonidan savollar kelib tushadi. Ularni bizni mana hayot bilan bog'liq bo'lgan, umuman shu bizning tizimga tegishli bo'lgan savollar bilan murojaat qilishganda biz uni ertaga indinga deb aytolmaymiz. Shunaqa vaziyat bo'ladiki, shuni hoziroq o'sha zahotiyoq hal qilishimiz kerak. Demak, bu degani bu bizning ham mas'uliyatimiz, shu fuqaroning murojaatini, shu jurnalist bo'ladimi, ommaviy axborot qaysidir telekanaldan murojaat bo'ladimi, uni o'sha kuniyoq, o'sha zahotiyoq bajarishga harakat qilamiz. Bularni-chi? Sizning vazifangiz nima? Kasb vazifangiz, majburiyatlaringiz. Ertalab hali 7 bo'lmasidan soat 6 da uyg'onishadi, tushunishimcha. Yana albatta bu kasbda faoliyat yuritayotgan ayollar boshqa kasbga nisbatan mas'uliyatni ko'proq his qilishlariga to'g'ri keladi va boyagi savolingizga javob sifatida aytib o'tmoqchiman. Bu sohada xizmat ko'rsatayotgan ayollar matonatli va jasoratli. Ular ancha chidamli. Agar chidamli bo'lmaganlarida mana shu formani kiyib bugungi kunda faoliyat yuritmagan bo'lardilar. Shunday vaziyatlar bo'ladiki, juda qiyin vaziyatlar bo'ladi, lekin ayollarda har doim sabr va matonat borligi uchun chiqib ketishadi. To'g'ri aytganingizdek, ertalab 7 bo'lmasidan uyg'onishimizga to'g'ri keladi, lekin biz ishga bugungi ishimiz samarali bo'ladi. Biz bugun bizga murojaat qilayotgan juda ko'plab insonlarga yordam bera olamiz va yordam berishimiz kerak degan maqsad bilan ishga kelamiz. Oilalimisiz? Albatta oilali. Turmush o'rtog'ingiz faoliyatingizga qanday e'tiborda? Qanday qabul qiladilar? Mana shu ichki ishlar sohasida xizmat ko'rsatadilar. Ya'ni tergov sohasida ish olib boradilar va ular ikkalamiz bir-birimizni juda ham nima deydi, yaxshi tushunamiz va og'ir bo'lgan paytlarda bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Turmush o'rtoqlarni ham eri ham xotini mana shu xizmatda bo'lsa, uyda kim komandir bo'ladi? Ko'pincha oddiy ayollar uyda ustunroq nimada bo'lishadi-da. Turmush o'rtoqlariga gaplarni o'tkaza oladi oddiy ayollar, ichki ishlarda ishlamayotgan. Sizlarda kim komandir? Bunga qaraladimi yoki? Mana shunga qaraladi. Kimniki balandroq bo'lsa, kimning yulduzchasi kattaroq, ko'proq? Yo'q, biz bir-birimizni juda yaxshi tushunamiz. Oilada shunday paytlar bo'ladiki, ayollar o'z vazifasi alohida bo'ladi. Masalan, erkaklar shug'ullanadigan vazifa ham alohida bo'ladi. Biz shunday kelishib olganmizki, masalan, ayollar shug'ullanadigan masalalarga turmush o'rtog'im aralashmaydilar. Masalan, ular mas'ul bo'lgan ishlarga men ham aralashmayman. Shuning uchun oilamizda deyarli kelishmovchiliklar kelib chiqmaydi. Bo'ldi, tushunarli, katta rahmat. Ana endi erkaklarga murojaat qilsak. Ochig'i menimcha hamma tan oladi, agarda turmush o'rtog'i erkak kishi ichki ishlar xodimi bo'lsa, ayollarga oson emas. Chunki juda erta ketib, juda kech kelishlari, payt kelganda umuman ishda qolib ketishlari mumkin. Bunga ularning munosabati qanday? Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. To'g'ri aytdingiz. To'g'ri, meni uyda komandir kutmaydi. Turmush o'rtog'im farmatsevt. Lekin 2014-yilda turmush qurgan bo'lsak, avvalo shu 3-4 oy davomida soat 5 bo'lmasdan men tergovchi, katta tergovchiman Chilonzor tumanida. Soat 5 bo'lmasdan telefonim tinmasdi. Haqiqatan ham qachon kelasiz? Kechki ovqat tayyor bo'ldi boshqa. Lekin hozirda mana to'g'risini aytaman, 2-3 yildan buyog'iga telefon qilmaydi, qo'ng'iroq qilmaydi umuman. Chunki haqiqatda kutib odam ko'nikib ketadi. Aha. Chunki meni dodamlar ham, otamlar ham ichki ishlar xodimi, hozir nafaqadalar, ikkalasi ham. Bizning uyda hamma ichki ishlar xodimi, ukam ham ichki ishlar xodimi.
baribir onani roli bo'ladi ayolim uchun qaynona. Ularga baribir o'rgatadilar, yo'l yo'riq ko'rsatadilar, tushunishadi demoqchiman. Shu hozir bundan tashqari fursatdan foydalanib ruxsat bermoqchi bo'lsangiz, shu qarshimda o'tirgan opaga to'g'risi men ismlarini bilmayman, ilgari ko'rganman transportning ichki ishlarida. Opajon, sizga minnatdorchilik bildiraman. Haqiqatdan ham farzand uchun ham ona ham ota bo'lib, ularni tarbiya qilib, yana bir vaqtning o'zida ikkita farzandga forma kiydirib, ularni tarbiyalab ishlatishni bu juda qiyin. Aha. Minnatdorchiligingiz uchun-ku rahmat. Lekin Ichki ishlar vazirligi xodimlari xizmat paytida halok bo'lgandan keyin vazirlik tomonidan qandaydir yordam ko'rsatiladimi oila vakillariga? Albatta, men Chilonzor tumaniga kelishimdan oldin Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi huzurida tergov boshqarmasi katta tergovchi lavozimida ishlaganman. Jamoliddin aka meni biladilar. Bu vaqtda men bir yo'la shu Yoshlar ittifoqi raisi lavozimida ham xizmat ko'rsatganman 2 yil davomida. Toshkent shahar ichki ishlar xodimlarining Yoshlar ittifoqi raisi sifatida. Taxminan 7000 ga yaqin yosh xodimlar, ya'ni 31 yoshgacha bo'lgan shu yosh xodimlar qo'l ostimizda Yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkilotimizda birlashgan. Har yili shu 9-may xotira va qadrlash kunida, undan tashqari ichki ishlar xodimlari kunida ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan shu kadrlar boshqarmasi bilan hamkorlikda Yoshlar ittifoqi hamkorligida turli xil tadbirlarni o'tkazib beramiz. Ya'ni shu xizmat vaqtida vafot etgan xodimlarning uylariga boriladi. Bundan tashqari shu ularning farzandlari bilan bog'liq, ya'ni farzandlarining kelajakda o'qishi, tahsil olishi, bilim olishi bo'yicha bizda mana Ichki ishlar vazirligi akademiyasining litseylari faoliyat yuritmoqda. Shularga farzandlarning o'qishi uchun ham sharoitlar yaratib berilgan. Bu holatlarga ahamiyat beriladi. Katta rahmat. Jinoyatchilikni demak oldini olish. Bu tizimda hozirgi paytda jinoyatchilikni oldini olish uchun qanday harakatlar amalga oshirilmoqda? Shu paytgacha bo'lganlarni bilganmiz. Yangi bosqichga o'tildimi? 25-29 yil davomida. Mana shu savolga javob olmoqchimiz. Jamoliddin aka. Avvalambor assalomu alaykum. Bu savolga javob beradigan bo'lsam, endi bilasizmi, oldin mana ichki ishlar boshqarmasi bo'lardi har bitta tumanda. Mana Toshkent shahrida 11 ta tuman bo'lsa, ichki ishlar boshqarmalari bo'lardi. Hozir shu bir yangilik sifatida, buni endi yangilik desa bo'ladimi yo'qmi, ko'pchilik bilsa ham kerak. Har bitta, misol uchun 8 ta 7 ta mahallani qamrab oladigan ichki ishlar bo'limlari tashkil qilingan. Bundan maqsad nima? Misol uchun fuqaro 102 raqamiga murojaat qilyaptimi? U to tumanni markazidagi o'sha ichki ishlar boshqarmasidan yetib kelguncha guruh vaqt ketadi. Hozir shu 8 ta 7 ta mahallaga xizmat ko'rsatadigan ichki ishlar bo'limlari 5-7 daqiqada o'sha voqea joyiga yetib borishi ta'minlangan. Misol uchun jinoyatni sodir etib, uni jinoyatchini ushlab, haliga qiynalgandan ko'ra uni oldini olgan ma'qulroqda. Qanaqadir janjal, to'polon bo'lyapti. U yerga agar xodim bormasa yoki jamoatchilik e'tibor bermasa, o'sha yerda bitta ko'ngilsizlik bo'ladi. Bu narsani boshimizdan o'tkazyapmiz hozir. Shu yerga 5-7 daqiqada yetib borsa, oldini olamiz o'sha narsani. Tarqatib yuborishimiz mumkin yoshlarni yoki bir o'sha janjalga barham berish mumkin. Shu yangiligimiz. Bundan tashqari juda ham bir ko'proq ishlar bo'lyapti. Yana misol uchun sohaga innovatsion texnologiyalar jalb qilish. Har bitta xodimni o'sha sohasidagi bo'yicha innovatsiyani bilmasa ishlamaydi hozir. Kompyuterda texnika, mana yo'l patrul xizmati xodimlarimiz ham o'tiribdi. Bularga oldin bitta bayonnoma yozish uchun 10-15 daqiqa vaqt olardi. Har bitta fuqaroning asabini buzardi. Hozir qo'lda plansheti bor. Haydovchilik guvohnomasi ham yangi tartibda berilgan. Shundoq qo'yadi, bu yoqda ma'lumotlari kelib chiqadi haydovchini. 1-2 daqiqada agar qoida buzgan bo'lsa, uni yana yo'lda davom etishi mumkin, ishga kech qolmaydi, boshqa bo'lmaydi, asablari joyida bo'ladi har bitta fuqaro. Albatta. Avvalo sizlarning ichki ishlar bo'limi xodimlari hammanglarni kasb bayraminglar bilan tabriklamoqchiman. Chunki biz ham sizlar bilan bog'liq ishlaymiz hokimiyatda. Hozir ichki ishlarga juda katta talab qo'yilgan. Sizlarning ishlaringiz nafaqat bu qiyinchilik, balki faxrli deb o'ylayman. Nimaga desangiz, qaysi joyda janjal bo'ladimi, to'polon bo'ladimi, jinoyatchi topiladimi? Darrov bizni birorta odam borib oldini olib uni tinchitmoqchi bo'lsak tinchimaydi-da, formada kirib kelsa o'sha munosabat boshqacha bo'ladi. Shuni aytmoqchimanki, faqatgina sizlarning ishinglar qiyin emas, balki sharafli ish deb o'ylayman. Hozir men bu singlimizni ko'rdim, sizga tasallo deb aytsak bo'ladi. Umringiz iloyim uzoq bo'lsin, qizlaringiz baxtini ko'ring. Iloyim ular baxtli bo'lib, to'ylarida to'g'rida o'tirib, duogo'y bo'lib o'tirishingizni tilaymiz, shu yerda o'tirganlar. Hammanglar sog' bo'linglar.
Amirxon, hozir mana tanqid haqida gapirdingiz. Men o'zim ijtimoiy tarmoqda, blogosferada o'zim faolman. Ko'pincha shu tanqidlarni ham kuzatib turaman. Bizda bir yomon tamoyil bor, har doim umumlashtiramiz. Biror bir nojo'ya qilingan ish bo'yicha darhol biz dunyoga jar solamiz, lekin minglab shu sohada jonini fido qilayotgan insonlarga minnatdorchilik bildirishni unutib qo'yamiz. Bir tasavvur qilib ko'ring, masalan, mana yo'l harakatida bir kungina o'sha hozirgi qo'yilgan kameralar o'chirilsa, svetoforlar o'chirilsa va xodimlar ishga chiqmasa nima bo'lishi mumkinligini ko'zingizlarning oldiga keltira olasizlarmi? Men umumiy o'sha huquqni himoya qilishni aytmayapman. Oddiygina yo'lni o'zida nima bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz albatta bu xodimlarni qilayotgan mehnatini e'tirof qilishimiz kerak, minnatdorchilik bildirishimiz kerak. Men ham mana shu rahmatli xodimimizni avvalambor Alloh rahmat qilsin. Sizga shaxsan rahmat aytmoqchiman, chunki mana ikkita qizingizni yaxshi tarbiya beribsiz va boshqa xodimlarga ham minnatdorchilik bildirmoqchiman aholining nomidan, blogerlarning nomidan va albatta sizlarga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat sizlarga, boringlarga shukr. Media Compass innovatsion metodidan birinchi bo'lib foydalanganlar qatorida borman. Media Compass darslarini o'zlashtirganimdan so'ng mening yurtim telekanalidagi Muzqaymoq pati ko'rsatuvining muharriri hamda boshlovchisiga aylandim. To'g'risini aytaman, 5 oy ichida rejissyorlik, muharrirlik, boshlovchilik, yana bir qator kasblarni o'rganaman deb o'ylamagan edim. Hayolimga kelmagan narsalarni o'rgana oldim. Xususan, hozirgi kunda Bellashamizmi intellektual showsida boshlovchilik bilan shug'ullanyapman. Siz nafaqat jurnalistikaning barcha ampulalari, balki tasvirchilik va montajdan ham yaxshigina xabardor bo'la olasiz. Mendan ko'plar so'rashadi. 5 oy ichida shuncha kasbni o'rganish mumkinmidi? Agar unday bo'lmaganda, hozir men Bellashamizmi intellektual showsi boshlovchisi hamda Amirxon Umarov showsi koordinatori bo'lmagan bo'lardim. Media Compassni yaxshilab o'rganib olganimdan so'ng jiddiy bolalar televizion showsida muharrir sifatida ishlay boshladim. Nafaqat jiddiy bolalar, balki mening yurtim telekanalidagi eng reytingi baland ko'rsatuvlardan biri Amirxon Umarov showsining muharririman hozirgi kunda. Ushbu metoddagi Jamshid Umurzoqovning soha bo'yicha o'rgatgan narsalari menga ko'p narsalarni bera oldi. Media sohasi sizni kutyapti. Media Compassni sizga ham tavsiya etaman. O'zini anglab yetgan fuqaro ham, bloger ham har qanday vaziyatda, demak, ichki ishlar xodimlaridan minnatdor bo'ladi va ularning jasoratiga qancha ko'p minnatdorchilik bildirsak shuncha kam. Yana bir voqea haqida gapirmoqchiman. 2004-yil 31-yanvar kuni xizmat vaqtida vahobiylik diniy ekstremistik oqimi a'zosi tomonidan o'q otar quroldan olingan jarohati oqibatida vafot etgan jasorat medali sohibi Atamov Begijon Isanbayevichdir va ularning yaqinlari bugun studiyamizda. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli davra qatnashchilari. Men Atamov Gulnoraman. Turmush o'rtog'im Atamov Begijon Isanbayevich 2004-yil juda kuchli terroristlarga to'qnash kelgan xizmat vaqtida kechasi 30-yanvardan 31-yanvarga o'tar kechasi soat 1:30 da hujjatlaringizni tekshiray deb shubhali shaxs ko'ringanda u o'sha xodimlardan qochganda orqasidan quvib, endi vatan xizmati uchun bularda xizmat shu qo'riqlash xizmatida Toshkent shahar Yunusobod tumani qo'riqlash bo'limida ishlaganda. U qochgandan keyin orqasidan quvgan bular. Bu aniq biz shubhali dushmanga uchradik deb. Quvgandan keyin orqasidan bular o'qotar qurol bilan 2 marta o'q bilan jarohatlagan va 17-shahar больницасida ko'p qon yo'qotish va og'ir tan jarohatidan vafot etganlar ertalab. Ertalab soat 6 da 31-yanvar kuni 2004-yil eshigimiz taqillab turmush o'rtog'ingiz xizmatdagi safdoshlari kelishdi. Ozgina avariyaga uchrab qo'li sinib qoldilar deb chaqirishdilar. Va 17-больницаga olib bordi. Olib borgandan keyin shu holatni tushuntirdi. Ko'p qon yo'qotgan. Hozir operatsiyadalar deb chaqirdi. Xudodan so'rab turibman, 2 ta farzandim. Kattam 6 yosh, kichkina qizim 2,5 yosh edi. Ko'p qon yo'qotgandan keyin 1,5 soatdan keyin vafot etdilar. Ular o'lgandan keyin xuddi bularga o'xshab men ham juda qattiq stressga tushib qolganman. Oila davrasida qancha vaqt bo'ladilar va
Ular bilan bog'liq qaysi voqea hamon yodingizda? Oila davrasida albatta xuddi mana ichki ishlar xodimlari hammasi gapirgandek kamroq bo'ladilar. Asosan vaqtlari ishda. Usileniya degan narsa bor ichki ishlarda, navbatchilik qismida turadilar. Kamroq vaqt ajratgani bilan judayam oilaparvar farzandlar uchun, nafaqat farzandlari uchun oilasida. O'zini ota-onasi Samarqandlikmiz biz. Samarqandda bo'lsa ham ota-onasi, aka-uka, opa-singillariga hammasiga birdek mehribon edilar. Nihoyatda oilaparvar, vatanparvar, haqiqatan vatanni sevadigan, ishini juda yaxshi ko'radigan insonlar. Siz baxtli ayol ekansiz, juda ham siz qahramonni ayolisizda, qahramonni farzandi, qahramonni ayolisiz. Davlat tomonidan qanday sizga bir imkoniyatlar, nimalar, imtiyozlar berildi farzandlaringizga? Avvalom davlat tomonidan 2 yildan keyin o'zim ishga kirdim. O'zim ham hozir shu sohadaman. Milliy gvardiya Toshkent shahar qo'riqlash boshqarmasining 9-alohida batalyonida xodimman hozir. O'zim ishga olindim. Mana 15 yil bo'ldi xizmatga kirganimga. Undan keyin o'zlari chaqirishdi siz ishga. Ha, o'zlari chaqirib, mana eringizni xizmatini davom ettirasiz, farzandlarga boqishingizga ozgina yaxshi anaqa bo'ladi. Keyin o'g'lim Toshkent harbiy texnika institutida hozir 4-kurs talabasi, u ham harbiy. Qizim davlat diplomatiya universitetida 2-kursda o'qiydi hozir. Davlat tomonidan farzandlarimni tarbiyasida, oilamizga ularda o'sha bayramlarda, hayit kunlarida yordam berib, moddiy va ma'naviy ko'maklashgan. Nihoyatda biz O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligidan minnatdorman. Yana bir narsa aytib o'tmoqchi edim. 2018-yil Shavkat Mirziyoyev muhtaram prezidentimiz tomonidan oradan 14 yil vaqt o'tishiga qaramasdan, aynan shaxsan o'zlarining tashabbuslari bilan mana bu kitob chiqarildi. Mard o'g'lonlar nomi barhayot degan. 220 ta xizmat vaqtida halok bo'lgan xodimlar, ya'ni 92-yildan 2018-yilgacha bo'lgan xodimlarni hammasini mana vatanimizni yoshlarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash yuzasidan prezidentimiz tomonidan mana shu kitob chiqarildi va jasorat medali bilan taqdirlandilar. Gulnora opa, men sizni psixologiyangizni endi bir o'rganib suhbatlashdik. Suhbatlashganimda shu narsa ma'lum bo'ldiki, mana siz opani gaplarini eshitdim, bularni. Bu xalq xizmatiga qadam bosgan bizni akalarimiz, shu jasur mard o'zbek o'g'lonlari ekanki, ularning oilasiga ham singan ekan ularning mardligi. Ularning oilasiga, ayoliga ham ana shu xalqqa xizmat qilish nima degani singan ekan. Shu yig'lab yuboray deyaptilar-ku, farzandlarini gapiryaptilar. Meni ham ko'zimga yosh keldi. Mana shu yerda 1992-yildan to 2018-yilgacha 200 nechta dedingiz? 220 ta xodimni har bittasini rasmlari turibdi. Bu degani har bitta 200 nechta oilani, mard o'g'loni siz-u bizni xavfsizligimiz uchun jonni qurbon qilishga majbur bo'ldi. Taqdiri yozilgan edi. Lekin ularning ortidan qolgan farzandlari, qizlari, ayollari hali ham shu sohada xizmatda yurishibdi ekan. Sizlarga duolar ko'p. Xalq nomidan, ayollarning nomidan rahmat aytaman. Shunaqa chiroyli qizni o'g'illar tarbiyalaganingiz uchun. Farzandlaringiz ham otalariga o'xshagan mard o'g'lonlar bo'lsin. Rahmat. Albatta. Yana bir qahramonning, demak, yaqinlari bugun studiyamizda. Ro'ziyev Aslam Qurbonovich ular xizmat vaqtlarida operativ ma'lumotni yetkazayotgan bir vaqtda avtohalokatga uchragan ekanlar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Ro'ziyev Aslam Qurbonovich turmush o'rtog'im 1994-yil 27-avgust kuni Toshkent shahar bosh boshqarmasidagi giyohvandlik guruhda bo'limda boshliq bo'lib ishlardilar. O'sha nimadan ish yuzasidan soat kechki payt soat 10larda ish bilan u kishiga zadaniya berganlarida o'sha chiqib ketayotganda qasddan mashinada kelib urib nima qilib ketishgan. Keyin shifoxonada kechki payt 2-3 soatdan keyin bosh miya jarohatidan keyin shu shifoxonada London o'tdilar. Men o'sha paytda 30 yoshda edim. O'g'lim Ro'ziyev Shuhrat 7 yoshda edi.
ertalab sahar telefon qilishdiki, shu turmush o'rtog'ingiz oradan necha yil o'tib ketgan bo'lsa ham, shu narsalarni esimga tushsa, men o'zim tuta olmayman. Bilmadim, qanaqa hayajonmi. Telefon qilib aytishdiki, shunaqa avtohalokat bo'ldi, ish paytida shunaqa zadaniya ketayotgan paytda shunaqa bo'ldi deb aytishdi. Yo, hali tirik deb aytishdi. Keyin biz hali politsiyaga borib ulgurmasdan olamdan o'tibdilar. Endi keyin o'g'lim bilan qoldik. O'g'lim ham Xudoga shukr, yolg'iz farzand bilan o'zim katta qildim. O'zim shifokor bo'lib ishlayman. O'sha Sergeli tumanidagi markaziy ko'p tarmoqli poliklinikada oldin shifokor bo'lib ishladim. Hozir bo'lim boshlig'iman. Ishlashmayapti. O'g'lim maktabni bitirgandan keyin adamning ishlarini davom ettiraman deb menga aytganda, gapni rostini aytsam, men xohlamagandim. Oldin qarshi chiqdim. Keyin men adam ishlarini davom ettirishim kerak. Men o'zi shunaqa niyat qilganman deb men bilan tushuntirib gapirgandan keyin qarshilik qilmadi. Keyin mana vazirlik tomonidan yordam berishdi. Ichki ishlar akademiyasiga o'qishga kirdi. Xudoga shukr, o'qishni bitirdi. Hozirgi kunda adasining ishlarni faoliyatlarini davom ettirib, Yakkasaroy tumanidagi jinoyat qidiruv bo'limida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlayapti. Ro'ziyev Shuhrat Aslamovich. Xudoga shukr, Allohga shukr, afsuslanmaymiz, Xudoga shukr. Davlatimiz tomonidan ko'p e'tibor berilyapti. Bizlardan xabar olishadi, bayramlarda, tadbirlarda chaqirishadi. Allohga shukr. Qatori hammamizni, bolalarimizni, o'zimizni Xudoyim o'zi asrasin. Katta rahmat. Tushkun vaziyatlarda yoki xavfli vaziyatlarda ichki ishlar xodimlari ishtirok etishadi. Tartibni saqlash uchun. Ular bilan qandaydir bir psixologik mashg'ulotlar olib boriladimi? Ya'ni o'zlarini demak yaxshi his qilishlari uchun. Endi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi kadrlar boshqarmasida psixologik ta'minlash guruhi bor. Bular aynan nafaqat ichki ishlar xodimlaridir. Bundan tashqari shu fuqarolarimizga ham o'sha ichki ishlar bo'limiga murojaat qilib kelib, qanaqadir bir ahvoli yomon bo'lsa yordam beradi. Endi xizmat paytida qanaqadir bir qiyinchilikka duch kelsa, bemalol ularni chaqirish mumkin. Bular borib o'sha kadrlar boshqarmasida joylashgan har bitta tumanlarda ham psixologlar bor. Ular bilan suhbatlashib, o'sha psixologik yordamni olishi mumkin-da. Har xil vaziyat bo'ladi, Amirxon. U mana misol uchun men oldin o'zim jurnalist bo'lib ishlaganman, hayotga bunaqa qiyinchilik bor deb o'ylamaganman. Sababi meni dadam 25 yil shu ichki ishlar tizimida mehnat qilgan, o'zimizni xohlamagandi shu sohada ishlashimiz. Lekin hayot aylantirib olib kelib qo'ydi. Yangi yil bo'ladi, mana bularni ko'rib turibman, hozir ichim g'alat bo'lib ketyapti. Bularni ko'rib turibman. Men dadam 25 yil ishlagan bo'lsa, biror marta yangi yil bayramini birga kutib olmaganmiz, ochig'iga. Lekin ularni formasiga qaraganda yoki meni dadam ichki ishlar xodimi deganimda juda ham faxrlanardi. Aylanib mana taqdir ekan, baribir shu sohada mana 2 yil bo'ldi xizmat olib boryapmiz. Har xil vaziyat bo'ladi. O'sha vaziyatdan o'tib olgandan keyin odam shunaqangi xursand bo'ladi. Mana misol uchun o'sha xavf bartaraf etilsa, o'sha foyda xodimga. Meni fikrim shu. Mana yaqinda 2018-yilda yong'in bo'lgan Toshkent shahrida. Fuqaroyimiz o'sha yong'in holatda qolib ketgan. Uni qutqarish uchun mana favqulodda vaziyatlar yoki yong'in xavfsizligidan xodim kelish kerak o'zi. Maxsus kiyimda kirish kerak. Mana yonimda Javohir degan yigitimiz o'tiribdi, yo'l patrul xizmati inspektori bo'ladi. Bular o'sha paytda safdor edi, maxsus unvoni. Kirgan odamni olib chiqib qutqarib olgan. Yonib ketgan u yer. Juda ham shov-shuv bo'lganda, boshqa bo'lgan. Mana hozir mana ofitser bular leytenant unvonni berishgan, yaqinda mana katta leytenant unvonni olish arafasida turibdilar. O'zlari ham gapirib bersalar yaxshi bo'lardi o'sha bo'lgan voqeani. Lekin bu haligi men boya aytdingiz tanqid deymiz-ku. Tanqiddan biz hech ham haligi xafa bo'lmaymiz. Ishlagan odam tanqid qilinadi.
ishlamagan odamni hech kim tanqid qilmaydi. Har bitta sohada haligi xizmatiga yoki ishiga mehnat bilan qilmaydigan shaxslar bo'ladi. Ichki ishlar tizimida ham, boshqa mana jurnalistlar orasida ham. Lekin haqiqiy mehnat qiladiganlar bor, ishini yaxshi ko'radiganlar. Ularga tanqid o'rinli bo'lsa, to'g'ri ta'sir qiladi. Yana bir, demak, ma'lumot o'rnida aytmoqchiman, O'zbek estradasining yorqin vakillaridan biri xonanda Ozoda Nursaidovaning ham otalari aynan mana shu ichki ishlar tizimida faoliyat yuritgan ekanlar va bugungi bayram bilan tabriklash uchun ular ham bugun studiyamizga tashrif buyurdilar. O'sha hammamiz sevgan taronani kuylab berishlari uchun taklif qildik, ular yo'q demay, demak rozi bo'ldilar. Ijozat bersangiz taklif qilmoqchimiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Taklifimizga yo'q demay kelganingiz uchun katta rahmat. Ichki ishlar xodimlari hozir gaplashayotgandik, oilada uncha ko'p vaqt ajratisha olmaydi. Asosan faoliyatlari kecha-yu kunduz ishda. Sizlarda qanday edi? Xuddi shunday, doim oila ikkinchi o'rinda bo'lib qoladi-da ularda. Doim xalq bilan, xalq dardi bilan deyarli ko'rmasdik ham desak bo'ladi. Shunaqa kam ko'rardik, chunki endi xohlagan paytlari kechasi ham, boshqa payt ham har doim shu xalq bilan, xalq dardi bilan mashg'ul bo'lishgan. O'shaning uchun ijtimoiy tarmoqdagi sahifangizda ko'rdim, adashmasam, kechagi o'sha yaqinda o'tgan tug'ilgan kuningizda ichki ishlar xodimlari boshqacharoq tabriklashgan. Shunaqa bir kutilmaganda tug'ilgan kunim shunaqa bir ajoyib bir tabrik bo'ldi ichki ishlar xodimlari tomonidan, vazirlik tomonidan. Avvalam rahmat aytaman. Kutmagandim to'g'risi, bir syurpriz, ajoyib bir meni to'xtatishdi. Menimcha ozgina yo'l qoidasini buzdikmi yoki ataylar buzishdan bilolmay qoldim, lekin yo'l qoidasini buzdik menimcha. O'shanaqadan qayildik. Haydovchim bo'lgan, balki haydovchim ham xabari bo'lgan bo'lsa kerak. Qayilishdi, men keyin yonida o'tirdim. Keyin shunaqa haydovchi, siz qonunni buzdingiz, qoidani buzdingiz, shuning uchun sizni hozir jarima maydoniga olib ketamiz deydi. Men endi shoshib turibman, o'sha kuni anaqamiz. Ha, shoshib turibman. Hozir jarima maydoniga olib ketamiz sizni. Keyin singlim endi haydovchimda. Ichganmisiz deydi-da. Hech qachon so'rashmagan ekan. Unaqa deyishyapti ekan, hayron qoldim. Ichmagan deb turibman. Keyin yo'q, bilsam hazillangan, keyin olib kelib gul olib kelib berishdi. Anaqa biz ozgina shu hazil qilib, shu hazil tariqasida bir tabriklamoqchi edik deb shunaqa bir allambalo tabrik bo'ldi. Avvalambor sog' bo'lsin. Katta rahmat. Xo'sh, mavzuni davom ettiradigan bo'lsak, ichki ishlar xodimlari demak ayrimlarning huquqlarini himoya qilishadi, har tomonlama himoya qilishadi. Diniy tadbirlarda ham ichki ishlar xodimlari xavfsizlikni ta'minlashda har doim faol. G'ulomiddin domla, sizga murojaat qilmoqchimiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Payg'ambarimiz janob Rasululloh ala adullukum bi afdalil a'mal. Ey ummatlarim, sizlarga eng savoblik, eng yaxshi, eng go'zal bir ishni o'rgataymi? Al-islahu zatil bayn dedilar. Odamlarni orasini isloh qilish, xalqning tinchligini saqlash, bir-biriga muhabbatli qilish, jinoyat, har xil fisq fasodlarni oldini olish, fitnalarni oldini olish amallarning eng savobligi hisoblanadi. Xosatan ichki ishlar, milliy xavfsizlik deymiz, hammasini qo'shib aytsak, kuch tuzilmalari deyiladi. Shu sohani xodimlari avvalo shu muborak yurtni va bu muborak xalqni xavfsizligini saqlab turibdi. Yana bir janobimizning so'zlari bor, kimiki bir kecha-yu kunduz chegarada turib millat va xalq yurtni xavfsizligini saqlasa, 2 oy uxlamasdan ibodat qilganini Alloh ajrini beradi deganlar. Bu kasb shonli kasb. Sha'an deydi,
ulug'likka, martabaga, hurmatga loyiq bo'lgan kasb. Ikkinchisi sharafli kasb. Chunki millatlar, xalqlar, dunyolarning omonligi shularga bog'liqda ko'p narsa. Biz buni uncha qabul qilmaymiz. Har bir shu kasbda ishlab turgan xalqiga muhabbatlik, vatanga sadoqatlik, o'z qalbiga matonatli bo'lganlarga men turib bir ta'zim qilaman. Barchalarga ta'zim. Hech ko'ngilga olishmasin. O'tirganlarning hammasiga har bir kasb ichida o'ziga yarasha demak nojo'ya harakat qiladiganlar bo'ladi. Bu gap takror bo'ldi. U bilan butun kasb egalari o'lchanmaydi. 99 ga 1%, 90 ga 10% o'lchanmaydi. Men o'z hayotimda juda ko'p marta 40 yil shu kasb ishlagan bo'lsam, bularga murojaat qilishimga to'g'ri kelgan. Doimo izzatim, hurmatim va adolat bilan hal qilingan. Biz demokratik, dunyoviy, huquqiy, adolatlik davlatda yashab turibmiz va shu bilan birga dunyoda taraqqiy qilgan, rivojlangan mamlakatlar safiga o'tish harakatimiz bor. Xalq orasida parokandalik bo'lsa, fitna bo'lsa, jinoyatlar bo'lsa, u xalqda xayr bo'lmaydi, baraka bo'lmaydi, kelajak ham bo'lmaydi. Bularning xizmatini tasavvur qilish uchun hozir aytdilar-ku, ko'chada agar dan xodimlar bo'lmasa nima bo'ladi deb. Janobimiz Rasululloh uzkuru mahasina mautakum va kuffu amma shabihim degan. Ayoy ummatlarim, vafot qilganlaringizni xotirlang. Yodingizda tursin ular, esdan chiqarmang deganlar-da. Yaxshiliklarni gapiring. Doim yaxshiliklarni gapirib turing. Nimaga ruhi shod bo'ladi. Bularni hurmati, izzatini, mehnatini, qadrini, qiymatini joyiga qo'ysa, keyin davlat mustahkam bo'ladi. Rahmat. Assalomu alaykum. Har bitta sohani ichiga kirib bormaguncha shu sohani qiyinchiliklarini bilmaymiz. Ularni mehnatini his qilmaymiz. Mana bugun ko'rsatuv davomida ancha-muncha biz bilmagan jihatlarini ham hozir mana shu ichki ishlar tizimini sohasini biz bilib boryapmiz. Mana ayniqsa pandemiya davrida go'yoki bir front davrida xizmat qilgandek ichki ishlar organlari xodimlari ham xizmat qilishdi. Yaqinda bir ijtimoiy tarmoqlarda bir ichki ishlar xodimini qizini yozgan bir postini o'qib qoldim. O'sha dadamni har kuni ishga kuzatayotib, urushga kuzatayotgandek kechqurun sog'-omon ko'rishni so'rab iltijo qilaman degan bir so'zlari menimcha bittaman emas, juda ko'pchilik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari o'qidi buni. Chunki haqiqatda ham o'zini jonini o'ylamasdan shu kasallik kezib yurgan jarayonda odamlar bilan ishlash uchun bu xodimlar ishga chiqib ketyapti. Mana shu karantin davrida yana bir narsa meni hozir yodimga keldi. Shu tizim bilan bog'liq bir saylovchimiz telefon qilib qoldiki, "Opajon, men Toshkentga vodiydan shaftoli olib ketayotgandim, jarima maydonchasiga tushib qoldim. Ichki ishlar vazirligiga chiqdim. Jon dili bilan bu vazirlikdagilar jarima maydonchasidan chiqarib berishdi saylovchimizni. Nima demoqchiman? Biz ichki ishlar tizimimiz jazolovchi emas, balki xalqqa ko'mak beruvchi organga aylanib borgan. Biza Adolat Sotsial demokratik partiyamiz saylovoldi dasturida ham xalq politsiyasini yaratish maqsad qilib qo'yilgan. Haqiqatda bugungi kunda biz ichki ishlar tizimimizda mana shu narsa jarayon ham ko'zga tashlanyapti. Yana bir bor bayramlaringiz muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar. Mana shu nima deydi, internet tarmoqlarida ko'p muhokamalarga ko'zim tushadi. Lekin shu haligi hayb qilib o'zim fikrimni bildirgim kelmaydi. Lekin mana bugun Mavlud ekan, shu ichki ishlar xodimlariga otilgan har bitta tosh menga ham tegadi. Chunki mana shu hayotim bevosita mana shu soha bilan bog'liq bo'lgani uchun har bitta otilgan tosh menga botadi, menga. Chunki haqiqatan aytdilarki, har bir sohada o'ziga yarasha nima deydi, har xil insonlar bor. Nima deydi?
besh qo'l baravar emas. Bizda ham bor shunaqa insonlar, shunaqa bir kasbini suiiste'mol qiladigan insonlar bor. Lekin bu deganiki hamma shunaqa degani emas. Avvalambor bugun Mavlud ekan shuni bir fikrimni bildirmoqchi edim. Shu fursatdan foydalanib shu ichki ishlar tizimi xodimlarini hammasini kirib kelayotgan kasb bayramlari bilan chin yurakdan qutlayman. Ilohim ko'p yillar xalqimizga xizmat qilishsin. Kasblari oson emas, chunki to'g'ridan to'g'ri bevosita xalq bilan muloqotda bo'lishadi. Kimdir rozi, kimdir norozi. Mana shu holatda oson emas. Chunki mana pandemiya davrida ham o'zimiz guvohi bo'ldik, chunki 3-4 marta jonli konsertlar berdik. Hamma uyda o'tirgan paytda ko'zimiz bilan ko'rdik bularni qilayotgan ishlarini, bularni o'sha ertalabdan kechgacha ko'chada yurishganlarini ko'zimiz bilan ko'rdikda. Chunki haligi hamma uyda o'tiribdi. Biz endi ozgina konsert beradigan paytimizda ertalabgacha bizani mashina bilan tashib yurgan paytlarini ko'rdik, ko'zimiz tushdi. Demoqchimanki, shu xalqimizga shunaqa mardonavor xizmat qilishadi bular. Ilohim hali ko'p yillar xalqimizga xizmat qilishsin. Oilalariga sog'lik, salomatlik tilayman. Kasb bayraminglar qutlug' bo'lsin. Rahmat. O'zbekistondan tashqarida xorijda bo'layotgan ayrim voqealarni yangiliklarda eshitib hayratdan yoqa ushlaymiz va bizdagi tinchlikka hech ham ko'z tegmasin deymiz va mana shu tinchligimizda har doim xizmatda bo'lgan ichki ishlar xodimlarini bayram bilan chin yurakdan muborakbod etmoqchimiz. Jasorat ko'rsatganlar har doim mangu qalbimizda va tarixda qoladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Biz hali yana ko'rishamiz.